Arabcha institutimizning mudiri, shundaqla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarix Bilimi O'qituvchisi doçent doktor Erkin Akram muallim o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartib nomli programmamizga xush keldinglar. Muallim xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda davlat bexatarlik, shundaqla biz haqida biraz suhbat qilmoqchi. 27 fevral kuni Xitoy davlati Taylanddagi 40 tak Uyg'ur qarindoshlarimizni majburiy qaytarib elib ketdi. Ko'p qismimiz balki bu davlatsizlikdan bo'ldi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Yani davamlı 1949'dan başlap bizning cemiyetimizde bir tragediyelik hammamizni cho'chitadigan bir voqea yuz bergan zaman bu davlatsizlik shunaqa qilib qo'ydi deb ko'z qarashga kelishimiz nihoyatda tabiiy. 2009 yili shunday bo'ldi, 1997 G'o'lji voqeasi shunday bo'ldi. 2017dan boshlab hozirgacha Xitoyniki bizga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosati qatorliqlarning hammasi amaliyotda shu davlatsizlik degan bir ko'z qarashga kelgan bo'ldi. Undaqda bu davlat degan zodininki mavjudligi nimaga tayindi? Yoki bir davlat bo'lish uchun o'zininki qonuniyligini, mashruiyatini zodi qaysi narsani oldi degan savol paydo bo'ldi endi. Hozirgacha mening o'qiganlarim, shundaqa ko'rganlarim va siyosat falsafasida buni bir necha uqumni yig'inchoq qildi, ammo eng muhim uqum davlat o'zininki fuqarolariningki bexatarligini qo'g'dash bilan majbur yoki mas'uliyati bor. Ya'ni demakchi o'g'lim, Xitoy davlati Uyg'urlarniki, Sharq Turkistonliklarniki davlat to'g'risida batimi. Bexatarlikni qo'g'dashga mas'ul bo'ldi. Ammo hammamiz bilamizki, bu ishlar hargiz unday bo'lmadi. Bizning bexatarlikni qo'g'dashdan emas, dal bizningki nufs bexatarligimizga, iqtisodiy bexatarligimizga, jismoniy bexatarligimizga, ya'ni etnik bexatarligimizga, jo'grafiyalik bexatarligimizga, yezilik bexatarligimiz hammasiga bevosita tahdid, hatto ig'ir darajada ziyonkashlik qildi. Undaqda Xitoy bu nuqtadan bizningki asla qonuniy yoki qonuniylik jihatdan yoki modern ulus davlatniki falsafasi bo'lgan bexatarlik nuqtasini qaraganimizda bizningki asla davlatimiz emas, davlatimiz bo'lib boqmagan degan gap bir savol paydo bo'ldi. Ma'lum undaqda siz shu kirishni muqaddimani qilsam, siz davomlashtirasiz, keyinni davomlashtiraylik. Bu devlet degan vaqtida ko'pincha insonlar shu devlet bilan hokimiyatni, ya'ni hukumatni birlashtirib so'zlaydigan ahvol bor. Yani bunun ayrımını kılmaydı ama bu akademik cepte bular ayrı nesler. Yani devletin içinde hakimiyet buludu. Devletin içinde halk buludu. Devletin ki kontrol kılan, başkuratkan bir coğrafya, çigrası bile boğan bir coğrafya, bir toprak buludu. Hem de bu hakimiyet bu devletin mevcudiyetini qo'g'daydigan bu mesuliyeti var. Şundakla bu hakimiyet devletninki halkını qo'g'daydigan mesuliyeti var. Yani toprak, halk ve hakimiyetinin o'zini qo'g'dab qilish, yani xavfsizligini qo'g'dab qilish vazifasi var. Şununla bir devletninki milli menfaat degan narsa shu nimadan başlaydı. Yani devletninki mevcudiyeti ve taraqqiyoti bir, ikincisi halkninki refah, yani bayashat yaşaşı, xavfsiz bir şekilde yaşaşı. Eğer de bir devlet bunu kapalet kılamagan takdirde o devlet hazırki tabiri bile buzulgan devlet deb düşündürdü hazır. Yani naq bir devlet emas deb düşündürdü. Hem de bu devletninki devletini başkurduğun hakimiyet bu şu hakkını, yani meşruiyetini ilan kılış yoki jakalashga to'g'ri keldi. Burungi devletler, kon devletler o hakimiyetninki hukukni Tangridan aladı. Tangri birisini tanladı, bir padişah tanladı, bir hakan tanladı ve başkurattı. Ama hazır bu devir ötep gitti. Hazırki devirde hakimiyetinin beşiği, yani devletine başkurduğun hakimiyetini halk saylaydigan bo'ldi. Şununla Xitoy Komünist Partisi Xitoyni başkuryapti, yani Jungoni başkuryapti. Başkurishninki qonuniy tarafi shu mundaq ta'bir qildi. Birisi xalqninki qo'llashi. Qaysi xalq? Yani xalqning hammasimi? Yoki yolg'izla Xitoy xalqmi? Uyg'urlar qo'llamdi, qo'llamamdi. Xitoyning ichidami qaysi xalq qo'llaydi, qo'llamaydi? Bu aniq emas. Aniq bo'lmagan narsani hamda
ilmiy jihatda bununga buni to'g'ri deb ko'rmaydi. Shuningga bu Xitoyninki Kommunist partiyasi o'zini davlat deb ko'rgashga, davlat degan men degashga ki bu gapni Fransiya podshosi Louis XIV degandi. Men shu davlat degan men. Ama o'ladigan vaqtida haq so'raydi, sen o'lsang davlat o'lamdi deb. Ahirda kalısı keldi. Men ölsem devlet mengü yaşaydı deb. Devletin yaşatış için başkuruvatkan hakimiyet meşru buluş lazım. Xitaylı Xefa deydi, Xefa Xin deydi, Xefa Hua deydi. Xitay'nın ki muşu Xefa digini kadimki zamanda Tanrı'nın ki yeryüzüge bekitken bir nizam vardı. O nizamga uygun boğan hakimiyetler ondan keyin Xefa buludu. Aşı Fa digini nizam. Ama Tanrı'ya işlenmeyen bu komünist Xitaylar qaysı Fa'ga Xı kılıdı yani. Şununla bir yerde Xitay hem modern devletinin ki bir hakimiyetke okşamaydı hem de tarihteki bir hakimiyetke okşamaydı. Ondaqda kanun üstü, devlet üstü bir hakimiyetini kurvagan gap. Misal Komünist Parti'nin ki yukarı emeldarlarını Xitayning sotunda sotlığanı kördük mü? Misal Xi Jinping hata kıldı, onu sotlığılı bulamdı. Olmaydı. Qanday sotlaydı? Özümüzne temkit kılımız. Özümüzninki şu siyasi disiplin komitesi bularını tepip izlep jaza berdi. Misalga Xitayning tashqi ishlar ministri bo'lgan Chingan vardı. Chinganni qaysi qonun bilan uni jazalandırdı? İlan qilmadi. Yani partinin içinde bunu cezalandırmadıdır. Ama Xitayning Komünist Parti'nin ki çıkargan hakim kanunlar halkını cezalandırdıran kanunlar. Misalga Xitay tarihinde hazır biz düşüngen kanun degan hukun pek terakki kılgan emas. Xitayning ki faali digini cezalandırış kanunudur. Ama modern zamanda kanun degan vaqtida aşu devletinin halkının iktisadi yaşaşını, bayashat yaşaşını, mal mülkini ve xavfsizlikni qo'g'daydigan bir kanun bo'lishi lazım. Ama Xitoy hakimiyeti bunda emas. Eksikçe halkını izlediğin bir kanun. Biz belki deyimiz ya bu Xitoyninki asas kanunda chiroyli narsalar bor, yani halkning hakkını qo'g'daydigan maddeler mi bor? 36. maddede bu dini erkinlik bor, Uygurlarning dini erkinliği bor. Ama o asas kanunda anda yazılgan bile Xitay hakimiyeti, Ürümçi hakimiyeti ayrım bir kanun, ayrım bir hüccet, ayrım bir karar ile yana şu dinge karşı ya da dindarlığa karşı ceza berişine uygun kögen. Bu aslında asas kanunga hilaf. Bayağı çıkargan hüccetler, kanunlar mı? Asas kanunun ki qaysi maddesiga binaen çıkarılgan hüccet kanun desem mi? Onu mu tapamayız? O ne aşı özleri biz müştak oyladık, müştak kılımız deb. Demek ki bu devletin ki kanunu halkını qo'g'damaydi. Halkının ki ihtiyacını kandıramaydı. Halkının isteğini beremeydi. Halbuki tarihten beri bir devletini 3 amil teşkil kıldı. Misalga bizninki adı boğumuzninki kurgan devletler devletin ismini, devlet degan ismini el yoki bazen de il deb okundu. Bizninki chetdeldagi el, chet el degi el. Bu el konu tilda 3 ma'no var. Birisi hakimiyet. Misalga eltirish, misalga el tutmuş degan gaplar. Yani hakimiyet tutmuş, hakimiyetini tırıldırmış, devletini tırıldırmış degan bir gap. Ondan başka bu degan chet el dedik, yani toprak degan gap. Üçüncü birisi bolsa bizninki maqal temsildimi tapqılı buldu. Yani bek mi yaman, el mi yaman.
bu yerdeki el halk demek. Yani bir devletni kuruş için bir çıgrağı var. Yani topraktayız. Onun çıgrağı toprağın üstünde yaşayan halk var. Onun kim bulağını başkurduğun bir hakimiyet var. Bular jığılıp devlet buldu. Yani bir hakimiyet yalnızla toprak yaki halkınki ihtiyaçlarını, taleplerini kandırmasa yaki olanınki bazı isteklerini kapalet kılamasa o hakimiyet devletnin hakimiyetiga maskemegan bir hakimiyet buldu. Buna hakimiyetini burun ki düşüncede Tanrı o hakkını ilvalıdı. O vakti o hakkının ismi Kut. Yani Tanrı Kut birdi, Tengire Kut birdi. Eğer de sen yaxşı başkuramasan, halkını ihtiyaçlarını kandıramazsan, isteklerini kapalet kılamazsan, o vakti de Tanrı o Kut'unu ilvalıdı. Başkası birdi. Ama bugünkü modern devletlerde hükümetini halk saylaydı. Halkın ki isteklerini, hafifsizlik isteklerini kılamay kalsa o vakti de saylam bile onu çürüdü. Bunda bir sistem var mıydı? Ama ben degende Xitay Komünist Partisi özünü devlet dep kögeçken, hemen hemen ben kılalayman kılıman degeçken, halkınki taleplerine bu kapalet bir tarafta halkını iziş ve sömürüş degen bir nime ahval var. Bu kanun devletlerde normalde halkınki hakkını qoğdaydıgan bir tüzüm buludu. Bundan başka bu ifade erkinliği ve matbuat erkinliği var. Yani şu halkınki hakkını qoğdaydıgan bir mekanizma. Ondan başka bu hıl mahkemeler var. Hem devletin içinde mahkeme var, devletin dışında mahkemeler var. Avrupa Birliği'nin kurgan mahkeme okşayır. Onun için halkarada şu Birleşken Devletler Teşkilatı'da kurgan mahkemeler var. Üyege müracaatımı kılığı buldum. Yani halk özününki hakkını alımen de hakimiyetini şikayet kılalaydı. Xitayda bu bulmaydı. Yani Komünist Parti'ni neye birip şikayet kılsa. Çünkü Xitay'ınki kanun çıkırdığın organ, yani halk kurultayı diyen bu organ, İzliş'te, ona nizamnamesi İzliş'te, Xitay'ınki en yüksek erk organı deydi. Yani kanun çıkırdığın en yüksek organ. Onundan yüksek yok. Fakat ikinci cümle bunda yazıldı. Yani Xitay Komünist Parti'nin yetekçiliğinde. Gep tüydü. Yani sen en yüksek emez. Kanunu Komünist Parti'ninki yetekçiliğinde çıkırdığın bolsam, o zaman hakimiyetke yardım kılıvatsa degen gep. Ya hakimiyetini qoğdavatsa degen gep, halkını qoğdumayvatsa degen gep. Bunda hakimiyetler belki toprağını qoğdaydı, hakimiyetin tüzümünü qoğdaydı. Komünist Parti'ninki yemirilişinin aldığını iliş için tırışıdı. Ama halkı kelgen çağda ebeki temberaverlik halklarınki esas nime taleplerini kabalet kılamaydı. Yaki kılmaydı. Halkınki Komünist Parti'ye boğan narazılığını Komünist Parti her hıl koludaki güçlüler, harbi, sakçı, türme degende muşlavla cezalaydı. Bu siyasi ilimninki bir kısmı. Biz yani Xitay'ınki siyasi medeniyetin cehdinden deydigan bolsak, şu milattan evvelki 700. yıldan itibaren Xitayla menden bolmaganlar, yani menin milletimge okşamaganlar, jürgime farklı buludu dep başlar. Yani 2700 yıl evvel degan gap. Bu gapni tarix boyunca her devirde bazı milletçi Xitaylar bunu dep kelgan. Hatta Kongzuma deydi. Yani bu şimaldaki milletler, yani bizim ata babamızın davutudur. Xitayni eğer de başkurman dep kopsa, bütün Xitaylıklar, o vaxtıda Xitaylar neçe devletke bölüngen. Xıl devletteki bu Xitaylar birleşip ona karşı çıkış lazım. Eğer de bu şimaldaki bu halklar bizni tetik kılıp, onun için başkurgan bolsa, Xitaylar
ölüliş lazım. Onu konuza dedi. Ve bu anma Xitay'nınki eninde sınıp ketken, yani menin hakimiyetimde başka xildagi milletler yaşamaydı çünkü ularninki jürigi kalbi okşamaydı. Okşaşlaştırış lazım. Bunun için Kunz'ninki eserlerime yazıdı. Kunz'ninki vaqtlardaki filozoflarninki nime eserlerime yazıdı. Tunhua deydi. Yani hemmisini okşaşlaştırış deydi. Hazır seni okşaşlaştırgan vaqtida seninki okşamaslık medeniyetin, dini itikadın, örf adetin, hatta folklor cepteki okşamaslıklarını hemen yoktu. Hem de bu yoktuş ceryanında qattiqqo'llikla ilib borgan vaqtida seninki xavfsizliging mi bir yerda ziyon ko'rishga majbur qiladi. Shuningga bu izlagan millatlar nima uchun men bu davlat qurman, men qurgan davlat bu xalqini ezmaydi deb tushuncha va Xitoydan ayrilamiz degan nurg'un millatlarning sababi mana shu. Ya'ni hokimiyat bu xalqninki talablariga javob beramagan gap. Üçüncü bir alaytligi bo'lsa Xitoy Komünist Partisining biz ulus devlet kurduk. Ulus devlet bo'lg'achqa bu cemiyet homojen bo'lishi lazım. Yani her terkibi o'xshashlashishi lazım. Yani Uygurlarni Xitoylashtirish lazım. Degan bir engimi bor. Bu siyosiy medeniyetiningki taraflari. Shuningga hozirgi Xitoy hokimiyati Uygurlarning Tibetlarning ularninki xavfsizligiga qarmaydi. Ularning o'zining madaniyatini qo'g'dab qilishi, alaytligini qo'g'dab qilishi, tilninki, dinning, urf-odatlarining alaytligini qo'g'dab qilishini xohlamaydi. Siyosatga kelgan chog'da balki ba'zi o'yinlarni o'ynaydi. Misol, Hayit bayramda milliy kiyimni kiygizib, biz degan hamma millatga teng barobar qarayapmiz. Ammo u bayram bo'lmagan vaqtlarda, ya'ni ezishga, sumirishga, kamsitishga, past ko'rishga, yeri kelsa turmaga tashlash, yeri kelsa lagerga tashlash, ularni qiyin ahvolga tashlab qo'yish, hatto o'limga sabab bo'lish degandek. Ya'ni bunda bir davlat boshqa o'zining millatidan bo'lmagan xalqni abayt degandek bir zulm siyosatini ilib borgan bo'lsa, bu vaqtida bunda hokimiyatga qarshi chiqish mushu devlet degan bu ilimning ya da siyosiy bilimning haq bergan bir ahvol. Shuningga bunda hokimiyatni yiqitish lozim deydigan anga bo'ladi. Bo'libmi birinchi ikkinchi dunyo urushidan keyin milliy inqilobi nomida ezilgan yoki yot ko'rilgan millatlar mustaqil bayrog'ini chiqarib, undan keyin mustaqil davlatlarni qurishga tirishgan. Shuningga bundaq ahvollarga haq berildi. Hamda xalqaro qonunda o'zi taqdirini o'zi belgilaydi degan bir madde bor. Bu madde Birleşken Devletler Teşkilatı'nda çıkargan nurgun kanunlarda mı yazıqlıq bu. Olup mu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kuruluş felsefesini köstediğen o Birleşken Devletler Teşkilatı'nın asas kanununda iniq ve en başta yazılgan. Yani her kanda bir millet, dünyadaki gap ulus hem de. Her kanda bir ulus öz hakkını özü tayin kılıp ya bu başka milletlerle birlikte hakimiyet kurdu ya ki kurmaydı. Özünkini kuralaydı. Fakat pratikte bunda emez. Misal Xitoydaki devletler bunda ayrılış ya ki ayrım bir müstakil devlet kuruşka ruhsat vermeydi. Bu aslında xalqaro qonunga xilaf bir ahvol ama bayağı deganda Xitoyninki siyosiy engida, siyosiy madaniyatining engi anda bo'lg'achqa Uyg'urlarni, Tibetlarni, boshqa millatlarni ezishga davom qilyotdi va o'zini haqli deb ko'ryotdi. Shuningga bu Uyg'urlarninki xavfsizligini qo'g'daydigan, shaxsiy kishi xavfsizligini qo'g'daydigan, millatni xavfsizligini qo'g'daydigan, haqlarini qo'g'daydigan bunday bir ahvol Xitoyda ko'rinmayotdi. Yani real cidden yok. Yalnızla
o asas kanundaki bir kança maddeni küstüp halklarına aldavatıdı. Meğer bir gapni kıstırıp koyay, Xitayda kanun degen nima hukum taraqi qilgan emas. Çünkü Xitayninki kanun faali degan gap jazolandirish kanuni degan gap. G'arbninki kanun degan vaqtida boshqa bir ma'nomi bor, ya'ni xalqninki bütün haqlarini qo'g'daydigan, ehtiyojlarini qondiradigan ve ularninki talablarini qarta bu kapolat beralaydigan bu moddalar degan gap. Ama Xitayda bu xalqni qo'g'daydigan taraf yo'q. Yolg'izla Kommunist partiyani qo'g'daydigan moddalar ko'payadi. Shuningga Xitoydagi bir hokimiyatdan Uyg'urlar bu xavfsizlikni kutish, xavfsizlik meselelerini kutish bakma bir ham xiyol deb o'ylayman. Shuningga Uyg'urlar o'zining davlatini qurman deyishning sababimi mushu hozirgi degandan sababdan keladi. Misalga bu 33'teki Cumhuriyet kurulup bo'lgandan keyin 34-yilning 1-ay 2-ayning arasında o'z vaqtidagi Cumhurreis bu Niyaz İngiliye padişahlıkka ve Moğoliston hakimiyetiga yozgan xitinde biz 50 yildan beri Xitoyninki zulmini ko'rib keldik. Bu zulmni endi tatmaymiz, o'zimizningki hakimiyetni quramiz, o'zimizni qo'g'daymiz, ularninki hakimiyetini to'lmaymiz. Bu 50 yıl, 34'ten 50 yılın aldığı işte ise 1884. Yani Xitay Mançur İmperiyası Şark Türkistan'ı özününki bir ülkesiga aylandıran yıl. 44'teki Cumhuriyet kurulgan çağdama Cumhurreisi Elxan Törüma şu birinci hitaptıma uçuk degen 60 yıldan beri Xitayning zulmini ko'rib kelyapmiz. Hem de bu Xitayning hakimiyetini tanımaymiz. Özümüzdeki erkin hakimiyetini kuramiz. Yani bu iki cumhuriyetninki misalını berip davatma. Yani Uygur halkı 140 yıldan beri şu özününki hakimiyetini kuruş, özününki haklarını qo'g'dash, özününki xavfsizligini qo'g'dash degandek arzusu bulup kelgan. Ama bunu amalleştiremedi. Şununla siz en başta bergen misalga o'xshash bu Tayland'daki Uygurlarni Xitoy xudo qo'g'dab ep ketgandek ko'rsatdi, ama hammamiz bilamiz bu bolalarninki oqibati bakma yaxshi bo'lmaydi deb tahmin qila olamiz buni. Oğlum sizde bakıyorsunuz ki bu şu devletninki nima uchun devlet bor deganni şu tarixdan beri bu siyaset felsefesinde fikir yüzügen filozoflar her xil şekilde oturup koydu. Her xil nazariyalarni oturup koydu. Aile nazariyesi var. Aile nazariyesi de 1-2 aylık oldu, 3-4-5-6 aylık oldu ama ihtiyaçlarını kandıramaydı bir-birisininki. İhtiyaçlarını kandırış için şehirler buldu, kim devletler oldu. Hep yani ihtiyaç noktasını düşündürdü. Kim bir kadar noktasını düşündürdü. Onun için biyolojik nazariye, Aristotel deyimiz, Platon deyimiz, bizimki Müslüman filozoflar İbn Haldun deyimiz, bular şu devletni bir organizmga o'xshatdi, ya'ni badanga o'xshatdi. Jalliq bir narsa. Bu jalliq bir narsa onu cho'qim o'zi meni bo'ldi, boshquradigan insonlar bo'ldi, oshqozon bo'ldi. Ondan keyin oshqozon iqtisodga vakillik qilsa, ondan keyin bu yurak bo'ldi, bu askar bo'ldi degandek mana shaklda tushuntirdi. Ya'ni tabiat yoki organizm uchun taqozo qildi demoqchi. Tabiiy bir ahvol deb tushundirmoqchi. İbn Haldun'unki yeni bir alaylık olsa bu devletni insonniki ijtimoiy tarafi bor, ijtimoiy alaylik kuchlik. Ijtimoiy alaylik bilan shundoqla inson hayvon tarafim bor. Hayvon tarafini qo'yiversan, insonlar bir-birini o'ldiradi, ziyonkashlik qildi. Ya'ni bu ziyonkashlikniki va o'ldirishni oldini olish uchun davlat degan narsa tabiiy shakllanadi deb mana tushuntirdi. Onun uchun bu ulus davlatlarninki nazariyachilari bor, ijtimoiy to'xtam nazariyachilari. John Locke deymiz, Hobbes deymiz, Rousseau deymiz. Hobbes'ninki bir ko'z qarashi ular o'sha 3 ijtimoiy ko'z qarash to'xtamlarininki nazariyachilar amaliyotda ikki xil bunda ko'z qarashdan o'tirib chiqadi. Ya'ni inson jamiyatini tabiiy bir ahvol, uniki madaniyatga o'tgan bir ahvol deb tushuntirdi. Hobbes deydi, insonlar tabiiy ahvolda bir-birisiga intayin rehimsiz. Yani insonniki bo'risi,
kuchliklar zaiflarni yeydi bunday ahvolda. Dal mushunday vaqtda insonlar bundoq qilsa qat'iy bo'lmaydigan, shunga birga kelib kelishim tuzayli. Haqqimizni, erkinligimizni davlatga o'tkazib, bir apparatga o'tkazib beraylik, uchinchi bir tarafga o'tkazib beraylik. U bizningki bizga vakolatli haqqimizni bir-birimizga bo'lgan ziyonkashlik qilishni oldimizni ilib, bir-birimizni qo'g'disini himoya qilsin. Felsefesi mantiq bu. Xo'p biz biraz farqli shaklda o'tirib qo'ydi, ammo uningmi yig'ib chaqlab kelgan vaqtida shu insonlar bir-biriga ziyonkashlik qilmasin. Bunday bo'lganda ziyonkashlikni oldini olish uchun, bexatarlikni qo'g'dash uchun bir davlatdan iborat siyosiy bir narsaga ehtiyoj tuyulgan deydi. Ya'ni kelishim bilan. Rousseau'ningmi jiq farqlanmaydi. İnsanlar tabiiy vaqtida tinchlik ichida yashaydi, ammo bu ma'lum bir saviyagacha bo'ldi. Ammo u yerdan keyin buzilishga boshlaydi ahvol. Xususiy mulkka o'tirib chiqqandan keyin insonlar ochko'zlashib ketadi. Dal mushunayni oldini olish uchun davlatdan iborat ana narsaga ehtiyoj bor deb uni tushuntirdi. Chunki Tangri deydi, insonlarni nihoyatda normal yaratgan, ammo hamma narsa insonni qo'liga o'tgan hamon insonlar rezillashib, ochko'zlashib, bir-birini ziyonkashlik ahvollar yamrab ketadi. Shunga davlatga ehtiyoj bor deb. Mana tushuntirdi. Undan keyin Marksning nazariyasi va Engelsniki bor. Undan keyin quvvatlar nazariyasi va quvvatlar nazariyasimi dal bu Xitoyniki davlat pasiri tushirgandek ko'rdim men. Ya'ni kuchliklar o'zining hokimiyatini saqlab qolish uchun xalqdan foydalanadi, qonunni vosita qilib ishlatadi, boylikni vosita qilib ishlatadi. Ya'ni uning nisbatan muhim narsa o'zining hokimiyatini qo'llab qilish. Qolgan narsa hammasi uning uchun bir qurol degan shaklda tushuntirdi. Birazdan keyin balkim siz bu nazariyaga qo'shadigan yangi zamondagi siyosat falsafasini deyishingiz mumkin. Ya'ni yig'inchoqlab kelgan vaqtda bexatarlik, xavfsizlik, davlat o'zining fuqarolarininki bexatarlik kafolatiga qilgan narsa. Davlatninki mash'uliyati xalqning bexatarligini qo'g'dashdan keldi. Bu mushtaq vaqtda davlat bo'la oladi. Bo'lmasa davlat bu ishdan chiqib ketadi deb bunu demoqchi. Bu devlet hukmini birinchi qatim bergan kishida Platon. Platonninki Public degan kitob bilan boshlaydi. Devletga qanday bo'lish lozim deb. Bunun da şu 15. asırdaki Machiavelli'ni hesap qilganda, çünkü o hakimiyet devletini bir gördü. Hesap qilganda bugünkü Max Weber'gacha xalqninki haqqini qo'g'dab qilish uchun devlet o'zining qonunini ravon bir şekilde mangzalish lazım. Yani insanlar, siz evvel belgen filozoflarınki göz karşında, insanlar tug'ilishdilar eskideydi. Bu Kunz'ninki ve Laozi'ninki felsefeninki negizcetdeki ayrımı şu. Yani Kunz'ıma insanlar yaxshi ama bozulgan deydi. Bu Laozi başta bozulgan insanlar şununla tüztüş için bazı özününki plan siyasetini anlatıdı bu. Yani bu dünyada iki xil nima var, göz qarash var. Yani insanlar tug'ilishdalar yaxshi insanlardı. Ama etraftaki bu muhitninki ta'siri hem insan hem başka hayvan dünyasınınki ta'siri bilan bularninki ijtimoiy tarafı acizlar, böyle hayvani tarafı kuchlangan. Şununla bularni ijtimoiylashtirish lazım deydi anlaba. Bazıları başlılar eskidi, onu biz asla ijtimoiylaştırdık deydi. Bunda göz qaraşlar var. Onun nima demiş şunda qaraydı. Xalqaro munosabat dersinde, yani bu nima nazariyasında iki çoğun nazariya var. Misalga realizm ya da neorealizmler insan tug'ilishdilar eski. Liberalist göz qaraşda bo'lganlar bular deydi insan başta yaxshi keyin eski bo'lib ketdi. Mayli yaxshi bo'lsin, eski bo'lsin, insonlar bir-birini qiynaydigan, bir-biriga zulm qiladigan ahvollar bor. Buni bir devlet qurilgandan keyin devlet boya dedi, to'proqni, xalqni, hokimiyatni qo'g'dab qoladigan bir nimalar bor, manfaatlari bor. Eğer de bunu icra qilguvchi hakimiyet xalqninki bu xil bir-birisiga zulm etib beradigan bunda ahvolni qonun bilan joylamagan taqdirda bu vaqtida bu devletga o'xshamaydi degan gap endi bunda ahvol bo'lib qolsa. Shuningga qonun yomon muhim. Bayat dedim, qonunning ikki tarafi bor. Birisi
bu cezalandırış birisi hakkını qoğdap, yani bütün halkının hakkını qoğdaydigan tarafı mı var? Xitay bir tarafla var. Eni şundaq, çünkü siyasi enimiz şundaq bo'lg'achqa. Yani jig'ib kelganda bu devlet mushu xalqninki hayatını qo'g'dab qilish, ularninki yeyish ichish, bu bayashatlikni qo'g'dab qilish lozim. Ularni engining o'sishi va modern devletlerde bular ta'lim terbiye ilişi, maktab kirishi, ilim bilim ilişi, teknoloji o'rganishi hammasini devlet kafalet qilmoqi lozim. Ama baya degandek ba'zi devletler bunu qilolmayotdi. Misalga bazı G'arb devletlerinki felsefesinde bu German filozof olan Kant var. Kant'ın kime insan oğluğa ideal bir cemiyetini yasap bergen, yani devletini yasap bergen. Bu olsa demokrasi. İnsanoğlu bu demokrasinin, onun siz bergen demokrasinin ki bir kısmını kılaladı da, hamısını emez. Çünkü hamısını kılış için biraz tekima bir bu hiyali bu kalgan ahval var. Çünkü o bazı tüzümlü, bazı kaydılarını bir hiyali bir düşünceyle düşündügeçke onu emelileştirmek biraz onay bulmaydı. Eğer de yani bunda bir devlet halkının qo'g'dayamasa onunki ensireshlerini, korkuşlarını bu karşılayamazsa o vakti de bu devlet bu devletini başkuruvatkan yoki icra qilayotgan bu hakimiyet bo'lmaydi, buni yiqitish lozim. Hamda bunday degan vaqtida voy bu inqilobchiga, bu solchiga deydi. Buna emas. Yani bir hakimiyet mayli o'ngchi solchi bo'lsin, o hakimiyet eğer de xalqni izdigan bo'lsa, sumirdigan bo'lsa, ularning xavfsizligini qo'g'dayamasa, abaqa degan nurg'un haqlarni beramasa, undaqda bu hakimiyet yiqilish lozim. Shunga bu İbn Haldun deydi-ku, bir devlet xuddi insonga o'xshaydi deydi. Bununki kurulgan vakti var, güçlengen vakti var, güçlü olupla yıkılgan vakti var. Bu 19. asırda hem bu İngiltere'ninki bir siyasiyonu var, hem de tarihçi, adalı tarihçi Lord Acton. Lord Acton mı deydi? Her kanda hakimiyet ufrat tügeydi. Mutlak hakimiyet, mutlakiyet hakimiyet çokum ufrat tügeydi deydi. Şununla bu hakimiyet eğer de halkına zulüm ilip veriverse, o hakimiyetini buzduğan bir güçünü peyda kıldı. O güç bir fırsat tapkan çağda muş hakimiyetini yıkıtıp yoktalaydı. Muallim bir cemiyet buluş için 4 amil intayin mühim ekan. Birincisi nüfus bexatarligi, ikkinchisi yezigilik bexatarligi, yani bu ziraat açlık deymiz. Üçüncüsü iqtisad bexatarligi, to'rtinchisi uning ergashib savdo damdiq hamda hammasi yig'inchoqlab kelgan vaqtda millatda shu refah bilan shu bayashatchilik degan bexatarlik berib taqishadi ekan. O'sha nuqtadan Xitoy oldidan bizningki bundaq tuproq bexatarligimizni tajovuz qildi. Ondan keyin nüfus bexatarligimiz bevosita ta'sir kuchirdi. Iqtisod bexatarligimiz qo'ldan ketdi. Ondan keyin tijorat deymiz. Bular qo'ldan ketdi. Yani biz vatanni yoki shu tuproqni tatqizib qo'ygandan boshlab bizningki bexatarligimiz yoki bizningki bexatarligimizni kapolatiga qilgan davlatdan ayrilib qoldik. Davlatdan ayrilib qolgan bo'lgan boshqa shu 49dan boshlab uni oldin demay hozirgacha ailemizga sinib kirib bütün mahrem organlargacha kirib unima astun üstün qilyapti deyli. Hatta balalarımızın ilgi çıkamaydıgan bir ahval şekillendi. Yani biz hatta vatandil emas, Xitoyning ta'siri nufuzi kuchib qolgan O'rta Osiyo deymiz, Arab davlatlari deymiz, Tayland deymiz, u yerdan bexatar bo'lolmadik. Yani yig'inchoqlab aytgan vaqtda bizningki bexatarligimiz kapolat qilgan bir siyosiy qurilmadan ayrilib qoldik va mushu kunda yashayapmiz demoqchi endi. Dal mushu nuqtadan davlatsizlik deb hamiz ahvurib qo'yamiz, ama xuddi buningga toza bundaq ishchimizdan yoki samimiy muomala qilganda ko'rinmaydi ba'zida man. Yani çünkü qanday bilamiz,
ifadelerimizden, hareketlerimizden, gap sözlerimizden Xitayning bir yoqqa qayirib qo'yib, o'zaro o'rtamizga jidallardan buni bilamiz hamda. Buni ko'ryapmiz. Balki men xatolashgan bo'lishim mumkin, xatolashgan haqida o'ylayman o'zimninki. Siz bu yerdan davomlashtirib, bu zodi bexatarlik bo'lmaydiganligini bir ta'kidlayotgan bo'lsangiz yaxshi bo'ladi. Xalqninki talablari, xil talablar yuqorida deydi. Sizmi to'rt talabni, ya'ni orzusini dedingiz. Ularni kafolat qilamagan taqdirda uningki yana bir qadami bu millatning yo'qilishidir. Bo'libmi Xitoydagi bir yerda yo'qilishdir. Ya'ni yo'q bo'lish bir xavf ostida agarda yana millatni qutqizish uchun va ularning haqlarini qo'g'dash uchun bir xizmat qilmagan taqdirda o millatni unutgan bo'lsa, o millatning tarkibida emas, o mansubiyatda emas, mansubiyat bo'lmaganki mas'uliyat yo'q. Yoki Xitoyga bekinsa, Xitoyninki bergan ish qilgan narsalarni yeb, umrini uzitib yashab olsa, ama keyingi senin evlatların onda yaşayamaydı. Buna Xitoy tarixinde buna iniq ko'rdik buni. Shuningga bu bir zalim hakimiyetga qarshi chiqish hamda bizning dinimizningki bir farzidir. Buni qilishga majbur. Hamda milliy jihatdan degan chog'da ota bobong bu to'proqni san qoldirib qo'yibdi. Miroschisan. Hamda bu to'proqni qo'g'dash uchun nurg'un insonlar shahid bo'ldi, qonlar to'kildi, g'ozi bo'ldi. Har aileningki 3-4 yuqori avlodlarni izlaydigan bo'lsam, hamma oilada bir hikoya bor. Yani vatan milleti için bir hikayeler var. Eğer de bunu mu unutib qilib, vatan millet bilan çatgın bo'lmasa, hem de sen bu cihanda kimliksiz bir insan, sen millet emas olsa, çünkü milletten ayrılıp kalgan olsa, millet seni işçiga almagan boludu. Şununla bir hareket başlaş lazım. Fakat bu siyasi ilimciler ve bu sosyologlar, yani ictimai bu tədqiqatçıların bir iniqlaşma, bir hareketini başlayan kişiler belki %1'den başlaydı deydi. Azraq bir güçlengende bu %5'ki bir iş mümkün deydi. Ama %10 adam qıtılgan bir hareketke bu mesele çoğuydu deydi. Eğer de muşu %10 nüfusluk adamlar aldığı bilsip muşu hareketini başlayıp etken vaxtıda onunla egeç güçler köpeydi deydi. Başta egeç gücü bulmaslık mümkün. Qarab tuğanlama buluş mümkün. Kanda buludu dep kütüvatkanlar buluş mümkün. Ama bu egeç güçlerin köpeyişi bile %25'ki vardı ki. %25 halk bu hareketine qıtılsa galbiyet. Yani galp kılalaydı ki. Yani bu naydı töven bir rakam aslında %25. Demek ki bizim Uygurlarda %25 yok getiriyor. O seviye kemepti de. Şununla bu ictimai pen tədqiqatçılar nurgun şu engimizni uzuklandırdıgan ilim, bilimlerini bir iş lazım. Bizimki İslam kimligimiz bu başka, İslamiyetninki bazı farzlarını yerge ekiliş lazım. Biz bir millet bulup, bir kimlikке igi bo'lgan, ata bobomuz dünya medeniyetiga tövbe qo'shgan bir milletning avlodi bo'lish sifatimiz bilan, ya'ni bu ata boboninki qo'ygan bu mirosga sahip chiqish lazım. Belki hazır sani az ama keng ko'paya deymiz. Eğer de bo'lmay qolsa, bayağı men degandek %10 mu bo'lmasa, %25 mi bo'lmaydi. O vaxtda Uyghur milleti yok oldu tarihte. Yani xavfsizlik meselesi yok oldu, yaşat meselesi yok oldu, turmuş yok oldu, örf adet yok oldu, din yok oldu, emniyet yok oldu. Belki mavu cismani, yani mavu fiziki, fizyoloji cihette beden var ama bundan başka işim yok. Yani bu dünyada bunun mümkün tarihte hiç yazılmayız.
Muallim Xo'sh. yig'inchalik qilgan vaqtda shu bizning kollektiv xatirimiz bormi? Bizimki kechmishdan hozirgacha maddiy ma'naviy deymiz, san'at, madaniyat, harbiy, siyosat har qaysi sohalarda o'ttirib chiqqan bizimki birikimimiz yani eslamirimiz. Ularning ismi kollektiv xotira. Shuningga ega chiqmasak shu xiyonat qilgan bo'lamiz, boshqa bir narsa yo'q o'tirdi. Shu. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda davlatningki asosi yoki davlatning davlat qilgan zoti qaysi uqumni ko'radigan holda bizningki Xitoyninkimi davlat tushanchisini va biz bilan bo'lgan munosabatni tushuntirishga tirishdik. Muallim, sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.